Assalomu alaykum birodarlar. Mana bugun ulug' kun desak ham bo'ladi, chunki bugun ustozlarning bayramlari. Shu munosabat bilan bugun biz ukamiz Zikrillohxonni tashabbuslari bilan Toshkent boy domlaning uylariga, xonadonlariga mehmon bo'lib o'tiribmiz. Biz domlalarni mana bir 40 yildirki she'rlarini qo'shiq aytib beramiz. Bir biz emas, shu O'zbekistonning eng katta san'atkor hofizlari ham bu kishining she'rlarini qo'shiq qilib aytgan. Yaqindagina o'sha bir ukamiz Xorazmlik Farruh Saidov degan yigit, chiroyli bir Bunyod Saidov degani o'sha bir katta zal, katta konsert zaliga bu kishining bir she'rini chiroyli qilib aytdi. O'sha o'tirganlarga shunaqa ma'qul bo'lib qarsak chaldiki, men to'g'risi yig'lagim keldi. Biz ham shu qo'limizdan kelgancha shu domlalarning she'rlarini qo'shiq qilib aytib yuramiz. Domlalar, sizga uzoq yillar yana ijod qilib yurishingizni Xudodan so'raymiz. Allohim mana shifo bersin, ozgina Xudoni bu bergan sizga sinovlari. Xo'p, ana shu joyiga bir sizni she'rlaringizdan ana shu yerga bir juft Xudo xolasa mana hozir umuman aytilmagan bir she'ringizni hali hofizlar qo'l urmagan, tesha tegmagan deydimi? O'sha she'ringizni ham Xudo xolasa kuyi tayyor bo'lmasa ham aytamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling domla. Mana ukamiz